Real Madrid dunyodagi eng ko'p Chempionlar Ligasi kubogini yutgan klub. 15 marta. Yevropa cho'qqisida turishning o'zi bo'lmaydi. Bu yutuqlar orasida esa darvozaga to'p tiqishni professiyaga aylantirgan afsonalar turadi. Bugun biz Bernabeu tarixidagi eng samarali 5 hujumchini ular kim, qancha gol urishgan va nima uchun ular klub tarixida abadiy qolib ketishganini bilib olamiz. Ro'yxat oxirigacha qoling, chunki birinchi o'rindagi raqam sizni hayratda qoldirishi mumkin. Real Madrid 1902-yilda tashkil topgan, ammo klubning gol mashinasi degan nomni asosan 20-asrning ikkinchi yarmida boshlab shakllangan. O'sha davrdan buyon o'nlab buyuk hujumchilar Santiago Bernabeu stadionida chiqish qilishgan, ammo ularning barchasi ham tarix sahifalarida qolmagan. Faqat 5 nafari klub tarixidagi eng ko'p gol urgan o'yinchilar reytingining tepasida turadi. Keling 5-o'rindan boshlaymiz. 5-o'rin Carlos Santanella. U 1971-yilda atigi 19 yoshida Real Madridga qo'shilgan va 17 yil davomida klubga sodiq qolgan. Santanella o'z davrining eng kuchli boshi bilan zarba beruvchi o'yinchisi sanalardi. Uning bosh bilan urgan gollari hozirgacha jamoa afsonasi sifatida gapiriladi. U klub uchun jamoa 645 o'yin o'tkazib, 290 marta darvozani larzaga solgan. Ispaniya terma jamoasida 2 jahon chempionatida va 2 Yevropa chempionatida ishtirok etgan. Klub tarixida u hamon havo shohi nomi bilan tanilib qoladi. 4-o'rin Alfredo Di Stefano. Bu nom Real Madrid muxlislari uchun oddiy o'yinchi nomi emas, balki klub falsafasining o'ziga hisoblanadi. Argentinalik ispaniyalik hujumchi 1953-yildan 1964-yilgacha klubda o'ynagan va bu davrda Real Madrid Yevropa kubogini ketma-ket 5 marta qo'lga kiritgan. Bu rekord hanuzgacha sindirilmagan. Di Stefano jami 108 gol urib, 2 marta oltin to'p mukofotiga sazovor bo'lgan. Aynan u zamonaviy Real Madridning g'alaba madaniyatini shakllantirgan shaxs sifatida tan olinadi. 3-o'rin Raul Gonzalez. 3-o'rinda Raul Gonzalez turadi. Klub tarixida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi va Real Madridning haqiqiy ramzi. Raul 17 yoshida debyut qilgan va 16 yil davomida jamoaning yuragi bo'lib qolgan. U jami 741 o'yin o'tkazib 323 gol urgan. Raul rahbarligida Real Madrid 3 marta Chempionlar Ligasini yutgan. U hozirgacha Madridizm ramzi sifatida gapiriladi. Sodiqlik, mehnatsevarlik va yetakchilikning timsoli. 2-o'rin Karim Benzema. Fransuz hujumchi 2009-yildan 2023-yilgacha to'liq 14 yil davomida Real Madridda o'ynagan. Boshida u yordamchi hujumchi sifatida tanilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan jahon futbolining eng yetakchi markaziy hujumchilaridan biriga aylandi. Benzema jami 648 o'yinda 354 ta gol urgan. Uning eng yorqin mavsumi 2021-22-yillar bo'lib, o'sha yili u 44 ta gol urib, oltin to'p mukofotini qo'lga kiritdi. Benzema 5 marta Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan. 1-o'rin va nihoyat 1-o'ringa ham yetib keldik. Bu yerda hech qanday intriga yo'q. Chunki bu raqam haqiqatan ham hayratlanarli. Cristiano Ronaldo. Portugaliyalik yulduz 2009-yildan 2018-yilgacha 9 yil davomida Real Madridda o'ynagan. Bu davr ichida u jami 438 o'yin o'tkazib, 450 gol urgan. Buni tasavvur qiling. Har bir o'yinda birdan ortiq gol bu Real Madrid tarixida hech kim erisha olmagan ko'rsatkich. Ronaldo klub bilan 4 marta Chempionlar Ligasini yutgan va aynan shu davrda 4 marta oltin to'p mukofotiga sazovor bo'lgan. U nafaqat gol urish tezligi, balki muntazamligi bilan ham ajralib turadi. Deyarli har mavsum 20, 30, hatto 45 tadan ortiq gol urgan. Shu sababli u Real Madrid tarixidagi eng buyuk gol muallifi sifatida qayd etilgan. Qiziqarli faktlar. Endi qiziq bir faktni aytib o'taman. Hozirgi kunda Kylian Mbappe Real Madridda tez sur'atlar bilan gol urmoqda. U atiga 64 ta o'yinda 50 ta gol urgan.
Bu Ronaldodan keyingi eng tezkor ko'rsatkich. Ammo Ronaldo darajasiga yetish uchun unga yana 400 ga yaqin gol kerak. Bu futbol tarixida kamdan kam takrorlanadigan raqam. Shunday ekan, savol tug'iladi. Kelajakda kimdir bu rekordni sindira oladimi? Yoki Ronaldo Bernabeuning abadiy shohi bo'lib qoladimi? Xullas, Real Madrid tarixidagi 5 buyuk gol muallifi Santinella, Di Stefano, Raul, Benzema va Ronaldo har bir o'zi davrida klubni yangi cho'qqilarga olib chiqqan. Sizningcha kim eng buyuk hujumchi? Kommentariyada fikringizni yozing. Agar shunday qiziqarli statistikalar va reytinglarni yoqtirsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana ko'plab qiziqarli mavzular kutmoqda. Xayr, sog' salomat bo'ling.